Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun biz siz bilan juda ham muhim va ehtimol ko'pchilik uchun og'riqli bo'lgan bir mavzuni muhokama qilamiz. Bu mavzu har bir nafaqaxo'rga yoki yaqin orada nafaqaga chiqishni rejalashtirgan har bir inson uchun hayotiy ahamiyatga ega. Men bilaman sarlavhani o'qib ba'zilaringiz vahimaga tushgandirsiz. Nafaqaning yarmini olib qo'yishlari mumkin. Nafaqaxo'rlar uchun yangi jarimalar. Bu ogohlantirish bejiz emas. Bugungi videoda men sizga aynan qanday holatlarda nafaqangizning bir qismi yoki hatto yarmi qonuniy ravishda qaytarib olinishi mumkinligini, yangi qoidalar nimani anglatishini va eng muhimi bunday noxush vaziyatlarga tushmaslik uchun nimalar qilish kerakligini batafsil tushuntirib beraman. Bu ma'lumot sizning moddiy ahvolingizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun videoni diqqat bilan oxirigacha ko'ring. Hozirdayoq kanalga obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Bu bizga bunday muhim ma'lumotlarni ko'proq odamlarga yetkazishimizga yordam beradi. Keling avvalo muammoning ildiziga sho'ng'iymiz. Oldinlari nafaqa tizimi nisbatan soddaroq edi. Ayniqsa qo'shimcha daromadlar yoki boshqa o'zgarishlar haqida gap ketganda. Ko'pchilik nafaqaxo'rlar agar ular pensiya olib turib, norasmiy ravishda biroz qo'shimcha pul ishlasalar, bu haqda davlat organlariga xabar berish shart emas deb hisoblashardi. Yoki ba'zan kichikroq o'zgarishlar, masalan, oila a'zolarining ishga joylashishi, bolalarning voyaga yetishi, turmush o'rtog'ining nafaqaga chiqishi kabi holatlar pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkinligini bilishmasdi. Natijada yillar davomida to'lanadigan pensiya miqdori ayrim holatlarda aslida qonuniy ravishda tegishli bo'lganidan yuqori bo'lib qolardi. Bu esa keyinchalik katta muammolarga olib kelar edi. Bugun esa vaziyat biroz o'zgardi va yanada qat'iylashdi. Hukumat ijtimoiy to'lovlar va nafaqalarning adolatli taqsimlanishini ta'minlash maqsadida yangi mexanizmlarni joriy qildi. Endi nafaqaxo'rlar va ularning oila a'zolarining daromadlari, mol mulki va boshqa ijtimoiy holatlari bo'yicha ma'lumotlar turli davlat idoralari o'rtasida muntazam ravishda almashinilmoqda. Misol uchun, Soliq qo'mitasi, kadastr agentligi, Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi va boshqa tegishli organlar o'rtasida avtomatlashtirilgan ma'lumotlar almashinuvi yo'lga qo'yilgan. Bu degani, agar siz pensiya olib turib, qandaydir qo'shimcha daromadga ega bo'lsangiz yoki sizning ijtimoiy holatingiz o'zgarsa, masalan, ishlashni boshlasangiz, tadbirkorlik faoliyatini yuritmoqchi bo'lsangiz, bu haqda davlat organlari ancha tez va oson xabar topishi mumkin. Ayniqsa, bu o'zgarishlar ijtimoiy nafaqalar oluvchi fuqarolar uchun juda muhim. Chunki ularning nafaqa miqdori aynan ularning ehtiyojmandligi va daromadlari darajasiga bog'liq bo'ladi. Agar sizning daromadingiz qonunda belgilangan me'yordan oshib ketsa, bu ortiqcha to'lovni qaytarish majburiyatiga olib kelishi mumkin. Va eng yomoni shundaki, agar bu haqda o'z vaqtida xabar berilmagan bo'lsa, yig'ilib qolgan qarzdorlikni qoplash uchun nafaqangizning bir qismi, ba'zan esa hatto yarmi ham ushlab qolinishi mumkin. Bu nafaqat qo'shimcha ish haqi olishga ruxsat berilmagan holatlarga, balki ma'lum turdagi nafaqalarni oluvchilarga taalluqlidir. Shuning uchun bugungi kunda har qanday o'zgarish haqida pensiya fondini o'z vaqtida xabardor qilish juda muhim. Endi esa kim tashvishlanishi kerak va kimga bu qoidalar ta'sir qilmasligini batafsil ko'rib chiqaylik. Umuman olganda, bu holat asosan quyidagi toifadagi nafaqaxo'rlarga taalluqli bo'ladi. 1. Ijtimoiy nafaqalar oluvchilar. Ehtiyojmandlik asosida to'lanadigan nafaqalar. Bu yerda gap yoshga doir ijtimoiy nafaqa, boquvchisini yo'qotganlik uchun ijtimoiy nafaqa, nogironligi bo'lgan shaxslarga beriladigan ijtimoiy nafaqa kabi to'lovlar haqida ketmoqda. Bu nafaqalar qoida tariqasida fuqaroning yoki uning oilasining moddiy ahvoli, daromadlari va mol mulkiga qarab belgilanadi. Agar siz bunday nafaqa olib turib, uning belgilangan shartlariga zid ravishda qo'shimcha daromad topishni boshlasangiz, masalan, rasmiy ravishda ishga kirsangiz yoki tadbirkorlik faoliyatini boshlasangiz, bu haqda darhol pensiya jamg'armasiga xabar berishingiz shart. Aks holda sizga ortiqcha to'langan summa keyinchalik ushlab qolinishi mumkin. Misol 1. Ijtimoiy nafaqa va ishga kirish. 30 yoshli Gulnora opa yoshga doir ijtimoiy nafaqa oladi, chunki uning rasmiy ish haqi manbai yo'q va oilaviy daromadi qonunda belgilangan minimal darajadan past. Keyin uning qizi kasal bo'lib, unga qarab turish kerak bo'ladi. Gulnora opa mahalla guzardagi oshxonaga idish tovuq yuvuvchi bo'lib ishga kiradi. Oyiga bemillion so'm maosh oladi. U bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar bermadi.
Chunki bu kichik ish deb o'yladi. 1 yil o'tgach. Davlat organlari o'rtasidagi ma'lumotlar almashinuvi natijasida Gulnora opaning rasmiy daromadi aniqlandi. Uning nafaqasi 6000 so'm bo'lsa, 1 yil davomida ortiqcha to'langan summa yetdi. 2 million so'm, 600 ming so'm uning ilk o'yin tashkil qildi. Pensiya jamg'armasi bu summani qaytarishni talab qildi. Gulnora opaning hozirgi daromadi va nafaqasini hisobga olgan holda uning nafaqasidan har oy 30%dan 70%gacha ushlab qolinishi mumkin bo'ldi. Bu degani keyingi bir necha oy davomida u nafaqasining yarmisi yashashga majbur bo'ladi. Bu esa uning og'ir ahvolini yanada qiyinlashtiradi. 2. Boquvchisini yo'qotganlik uchun nafaqa oluvchilar, bolalar va qarindoshlar. Agar siz boquvchisini yo'qotganlik uchun nafaqa oluvchi bo'lsangiz, sizning holatingiz ham diqqat markazida bo'lishi kerak. Masalan, agar nafaqa oluvchi bola voyaga yetsa va o'qishini tugatsa yoki o'zi mustaqil ravishda ishga kirib, yetarli daromad topa boshlasa, uning nafaqa olish huquqi o'zgarishi mumkin. Shuningdek, agar nafaqa oluvchi turmushga chiqsa yoki turmushga chiqib, o'zini ta'minlay oladigan bo'lsa, bu ham nafaqa miqdoriga ta'sir qiladi. Misol 2 talaba ishga joylashish, aytaylik, 20 yoshli Sarvar otasidan qolgan boquvchisini yo'qotganlik uchun nafaqa oladi. Chunki u kollejda kunduzgi bo'limda o'qiydi. Nafaqa unga oylik 200 ming so'm miqdorida to'lanadi. U kollejni tugatgandan so'ng darhol o'z mutaxassisligi bo'yicha ishga joylashdi va oyiga 3 million so'm maosh ola boshladi. U pensiya jamg'armasiga bu haqda xabar bermadi, chunki uning yoddan ko'tarildi. 6 oy o'tgach uning ishga joylashgani aniqlandi. Natijada 6 oy davomida unga ortiqcha 80 million so'm to'langan bo'lib chiqdi. 800 ming so'm 6 oy. Bu summani qaytarish uchun Sarvarning kelajakdagi daromadidan agar u hali ham nafaqa olish huquqiga ega bo'lsa, bu holatda emas yoki undan to'g'ridan-to'g'ri qaytarilishi talab qilinadi. Agar u to'lamasa, sud ijrochilari ishga aralashib, uning maoshidan ushlab qolishlari mumkin. Uchun nogironlik nafaqasi oluvchilar ish qobiliyatining o'zgarishi. Nogironlik nafaqasi oluvchi shaxslar uchun ham muhim bir jihat bor. Agar ularning ish qobiliyati qayta tekshiruv, переосвидетельствование natijasida yaxshilansa va nogironlik guruhi o'zgarsa yoki ular ishga joylashib ma'lum daromad topa boshlasalar, bu ham nafaqa miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Bu haqda ham pensiya jamg'armasi xabardor qilish shart. Misol uchun, nogironlik va tadbirkorlik. Amad aka ikkinchi guruh nogironligi uchun nafaqa oladi. Chunki uning harakatlanishida cheklovlar bor edi. Uning nafaqasi 2 million so'm edi. Uning xotini uyda tikuvchilik bilan shug'ullanib, qo'shimcha daromad topishni boshladi. Keyin Ahmad aka ham o'zi ham internet orqali kichik onlayn do'kon ochib, tadbirkorlik faoliyatini yuritishni boshladi. Bir necha oydan keyin uning daromadi o'z nafaqa miqdoridan ancha oshib ketdi. Bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar berilmagach, soliq organlaridan kelgan ma'lumotlar orqali uning daromadi aniqlandi. Uning nogironlik nafaqasi unga to'lanishi shart bo'lmagan darajada bo'lib chiqqach, ortiqcha to'langan summa qaytarilishi talab qilindi. Bu summa yarim yillik nafaqaga teng edi va Ahmad aka uni qisqa muddatda qaytarishga majbur bo'ldi. 4. Boshqa turdagi nafaqalar bilan bog'liq o'zgarishlar. Ba'zi hollarda fuqaroning mamlakatdan tashqariga doimiy yashash uchun chiqib ketishi, fuqaroligini o'zgartirishi yoki bir vaqtning o'zida ikkita turli davlatdan pensiya olish kabi holatlar ham nafaqa huquqiga ta'sir qilishi mumkin. Bu kabi o'zgarishlar ham pensiya jamg'armasiga o'z vaqtida xabar qilinishi lozim. Kim tashvishlanmasligi kerak umumiy qoidaga ko'ra. Agar siz yoshga doir oddiy mehnat pensiyasi oluvchi bo'lsangiz va qo'shimcha ravishda rasman ishlashni davom ettirsangiz, bu sizning pensiyangizni bekor qilmaydi yoki undan ushlab qolishga sabab bo'lmaydi. Aksincha, agar siz ishlasangiz, sizning pensiyangiz qayta hisoblanishi va oshishi mumkin. Chunki siz pensiya jamg'armasiga yana ijtimoiy to'lovlarni amalga oshirasiz. Bu holatda sizning daromadingiz rasmiy bo'lgani uchun pensiya jamg'armasi bu haqda barcha ma'lumotlarga ega bo'ladi va ortiqcha to'lov yuzaga kelmaydi. Asosiy e'tibor yuqorida aytib o'tilgan ijtimoiy nafaqalar va ehtiyojmandlikka asoslangan boshqa to'lovlarga qaratiladi. Ya'ni, agar sizning nafaqangiz sizning ijtimoiy va moddiy holatingizga bog'liq bo'lmasa, unda qo'shimcha daromad topishingiz ko'p hollarda muammo tug'dirmaydi. Aksincha, kelajakdagi pensiyangizni oshirishi mumkin, lekin baribir har qanday shubhali holatda pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, aniqlik kiritish ortiqcha bo'lmaydi. Bu yerda bir nechta muhim tafsilotlar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlar mavjud.
bir norasmiy daromadlar va aqli tizim. Ko'pchilik agar men norasmiy ishlasam, hech kim bilmaydi deb o'ylaydi. Biroq zamonaviy axborot texnologiyalar va ma'lumotlar almashinuvi tizimi shu darajada rivojlanganki, ba'zan norasmiy daromadlar ham aniqlanishi mumkin. Agar siz bank hisob raqamingizga muntazam ravishda katta summalar kelib tursa yoki boshqa odamlar orqali moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirsangiz, bu soliq organlarining yoki pensiya jamg'armasining e'tiboriga tushishi mumkin. Katta moliyaviy oqimlar, hatto shaxsiy kartalarga kelib tushadigan pullar ham nazorat qilinishi mumkin. Masalan, agar siz uydan turib qo'l mehnati bilan shug'ullansangiz va mahsulotlaringizni internet orqali sotsangiz va bu operatsiyalar bank kartalari orqali muntazam amalga oshirilsa, bu sizning daromadingiz borligini ko'rsatuvchi dalil bo'lishi mumkin. Hozirda banklar va soliq organlari o'rtasida ma'lumotlar almashinuvi juda faol. Shunday qilib, norasmiy daromad degan tushuncha ham har doim ham aniqlanmaydigan degani emas. 2. Oilaviy ahvolning o'zgarishi. Ba'zi ijtimoiy nafaqalar faqatgina oila daromadi ma'lum bir darajadan past bo'lganda to'lanadi. Agar siz nafaqa oluvchi bo'lsangiz, lekin sizning uyda yashovchi, sizning qaramog'ingizda bo'lgan oila a'zolaringizdan kimdir yuqori maoshli ishga joylashsa yoki tadbirkorlik faoliyatini boshlasa, bu sizning oilaviy daromadingizni oshiradi. Natijada sizning nafaqa olish huquqingiz qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Bu yerda pensiya jamg'armasiga o'z vaqtida xabar berish juda muhimdir. Misol 4. Oilaviy daromadning o'zgarishi. Farida buvi o'zi yolg'iz yashaganligi va daromadi pastligi sababli ijtimoiy nafaqa olardi. Uning nafaqasi 700 ming so'm edi. Uning nevarasi universitetni tugatib, ular bilan birga yashash uchun qaytib keldi va darhol IT sohasida juda yaxshi maoshli ishga kirdi. Oyiga 8 million so'm olardi. Farida buvi nevarasining daromadi uning nafaqasiga ta'sir qiladi deb o'ylamadi. Chunki nevara endigina ish boshlagan edi va uning puli o'ziniki edi. Biroq bir yil o'tib oila daromadlari tekshirilganda nevaraning daromadi hisobga olingani sababli Farida buvining nafaqa olish huquqi yo'qolgani aniqlandi. Uning nafaqasi to'xtatildi va bir yil davomida ortiqcha to'langan summa 4 million so'm qaytarish talab qilindi. Bu Farida buvi uchun katta zarba bo'ldi. Chunki uning nevarasi pulni o'z ehtiyojlariga sarflab bo'lgan edi va endi Farida bu o'zi to'lashga majbur bo'ldi. Mulkka egalikning o'zgarishi. Ba'zi turdagi ijtimoiy nafaqalarni olishda fuqaroning yoki uning oila a'zolarining mol-mulki ham hisobga olinishi mumkin. Agar siz qimmatbaho mol-mulkka ega bo'lsangiz, masalan, ikkinchi uy sotib olsangiz yoki avtomobil sotib olsangiz, bu ham pensiya jamg'armasi tomonidan ko'rib chiqilishi va nafaqa olish huquqiga ta'sir qilishi mumkin. Bu ayniqsa ehtiyojmandlik asosida beriladigan nafaqalar uchun muhim. 4. Ma'muriy xatolar va ularning oqibatlari. Ba'zida pensiya jamg'armasining xodimlari ham xatoga yo'l qo'yishi mumkin. Masalan, noto'g'ri hisoblash yoki ma'lumotlarni noto'g'ri kiritish natijasida nafaqa ortiqcha to'lanishi mumkin. Agar bunday holat aniqlansa, ortiqcha to'langan summa sizdan talab qilinadi. Ammo bu yerdan bir jihat bor. Agar siz bu xatoga aloqador bo'lmasangiz va xatoni pensiya jamg'armasi xodimi qilgan bo'lsa, sizdan faqatgina oxirgi 3 yil ichida to'langan ortiqcha summalar talab qilinishi mumkin. Qolgan eski to'lovlar agar sizning aybingiz bo'lmasa, qonun bo'yicha qaytarilmaydi. Shuning uchun har doim o'zingizga to'lanayotgan pensiya miqdorini nazorat qilib boring va shubhali holatlarda pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Men bilmasdim degan bahona har doim ham o'tmaydi. Lekin xato kim tomonidan qilingani muhim rol o'ynaydi. Xo'sh, bunday noxush vaziyatlarga tushmaslik yoki ulardan chiqib ketish uchun nimalar qilish kerak? Mana siz uchun aniq va amaliy tavsiyalar bering. O'zgarishlar haqida darhol xabar bering. Agar sizning hayotingizda nafaqangizga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan har qanday o'zgarish yuz bersa, masalan, rasmiy ishga joylashsangiz, hatto yarim stavkada bo'lsa ham, tadbirkorlik faoliyatini boshlasangiz, oila a'zolaringizdan kimdir agar sizning daromadingizga hisoblansa, ishga joylashsa yoki daromadi keskin oshsa, turmush holatingiz o'zgarsa, masalan, o'quvchisini yo'qotganlik uchun nafaqa oluvchi talaba turmushga chiqsa, nogironlik guruhiniz o'zgarsa, qayta ko'rikdan so'ng, mol-mulkingizga egalik huquqida jiddiy o'zgarishlar bo'lsa, katta mol-mulk sotib olish, boshqa davlatdan pensiya olishni boshlasangiz, doimiy yashash uchun boshqa mamlakatga ko'chib ketsangiz, eng yaqin pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Qayerga murojaat qilish kerak? Hududiy pensiya jamg'armasi bo'limi yoki
yagona interaktiv davlat xizmatlari portali My.Gov orqali elektron murojaat qilishingiz mumkin. Shuningdek, joylardagi davlat xizmatlari markazlari ham bu borada sizga yordam bera oladi. Murojaat qilganingizda o'zgarishning mazmunini aniq tushuntiring. 3. Qanday hujjatlar kerak bo'ladi? O'zgarish turiga qarab turli hujjatlar talab qilinishi mumkin. Masalan, agar siz ishga kirsangiz, ishga qabul qilish to'g'risidagi buyruq yoki mehnat shartnomasi nusxasi. Agar tadbirkorlik faoliyatini boshlasangiz, ro'yxatdan o'tganlik haqidagi guvohnoma nusxasi. Agar oilaviy ahvolingiz o'zgargan bo'lsa, tegishli hujjatlar nikoh guvohnomasi, nikoh bekor qilinganligi haqidagi guvohnoma va har qanday holatda ham pensiya jamg'armasiga murojaat qilganingizda ular sizga aniq qanday hujjatlar talab qilinishini aytishadi. Imkon qadar bu ma'lumotlarni yozma ravishda oling yoki elektron pochta orqali tasdiqlang. 4. Yozma murojaat qilishning ahamiyati. Agar siz pensiya jamg'armasiga og'zaki murojaat qilsangiz, keyinchalik sizning so'zlaringiz tasdiqlanmasligi mumkin. Shuning uchun har doim yozma ravishda ariza shaklida murojaat qiling va arizangizning nusxasini kirish raqami bilan o'zingizda saqlab qoling. Bu sizning majburiyatingizni bajarganingizni tasdiqlovchi ishonchli dalil bo'ladi. Agar My.Gov orqali murojaat qilsangiz, elektron murojaatingizga berilgan raqam va tasdiqlash xabarnomasini saqlab qo'ying. 5. Ortiqcha to'lov aniqlansa nima qilish kerak? Agar sizga ortiqcha pensiya to'langani aniqlansa, pensiya jamg'armasi sizdan bu summani qaytarishni talab qiladi. Imkon qadar tezroq murojaat qiling. Agar sizga xabar kelsa, uni e'tiborsiz qoldirmang. Zudlik bilan pensiya jamg'armasiga boring va vaziyatni tushuntiring. To'lov shartlari bo'yicha kelishish. Sizda butun summani birdaniga qaytarish imkoniyati bo'lmasa, pensiya jamg'armasi bilan kelishuvga erishib, uni bo'lib ya'ni har oylik nafaqangizdan ma'lum foizini ushlab qolish orqali qoplash imkoniyatini muhokama qiling. Odatda bu foiz 30% dan 70 gacha bo'lishi mumkin, lekin bu sizning moddiy ahvolingizga bog'liq. Ayrim hollarda sizning murojaatingiz asosida ushlab qolish foizini kamaytirishga ham erishish mumkin. Huquqiy maslahat. Agar vaziyat murakkab bo'lsa yoki siz pensiya jamg'armasining qarori bilan norozi bo'lsangiz, yuridik maslahat olishdan tortinmang. Advokatlar sizning huquqlaringizni himoya qilishda yordam berishi mumkin. 6. Muntazam ravishda ma'lumotlarni tekshiring. Har yili kamida bir marta pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, o'zingizga to'lanayotgan pensiya miqdori to'g'riligini va siz haqingizdagi ma'lumotlar aktual ekanligini tekshirib turish tavsiya etiladi. Bu sizni kelajakdagi muammolardan himoya qiladi. My.Gov orqali pensiya hisobotlaringizni tekshirishingiz mumkin. Aziz do'stlar, umid qilamanki, bugungi video siz uchun juda foydali bo'ldi. Unutmang, qonunlarga rioya qilish va har qanday o'zgarishlar haqida o'z vaqtida xabar berish sizni katta moliyaviy muammolardan saqlaydi. Pensiyaning yarmini yo'qotishdan ko'ra ozgina vaqt sarflab tegishli idoralarga murojaat qilish ancha afzaldir. Bilim bu kuch, ayniqsa moliyaviy barqarorlik haqida gap ketganda. Ushbu ma'lumotlar nafaqaxo'rlarimizning tinch va farovon hayot kechirishlari uchun xizmat qilishini istardim. Siz bu borada qanday fikrdasiz? Siz bilan bunday holatlar yuz berganmi? O'z tajribalaringizni, savollaringizni va mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Sizning fikringiz biz uchun juda muhim. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Zero biz har doim siz uchun dolzarb va foydali ma'lumotlarni ulashishga harakat qilamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling.